Assalomu alaykum. Mana bugungi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Andijonlik akalarimiz 3 dona inkubator zakaz qilishgandi. Eng arzon narxlarda qilib berdik. Agarda bizdan arzon sotadigan joy topsanglar, undan ham arzon qilib berishga va'da beramiz. Sifati shunaqa darajada o'xshash bo'lishi kerak. Zapchastlarini o'zimiz Xitoydan olib keltiramiz, optim. Hamma deyarli 90%, 80% zapchasini o'zimiz olib keltiramiz. Noldan yig'ib tayyorlaymiz. Hozir bu inkubatorlarda nechta tuxum sig'adi, narxlari, ishlatishini qisqacha aytib o'tib ketaman. Bu inkubatorlarimiz 2 qavatli bo'ladi. Ichki qismi Penaplex bo'ladi, 2 cm. Tashqarisi dekorplast bo'ladi, qattiq dekorplastni. Chekalari mana burchak bo'ladi, plastmassa burchak, baquvvatroq bo'lishligi uchun. Bu inkubatorimiz 2 etajli bo'ladi. Bu inkubatorimiz kichkinasi 1 etajli. Xohlasanglar 1 etajligini qilib beramiz, xohlasanglar 2 etajligini qilib beramiz. Bu inkubatorimiz afzalliklari soat o'tishgandan keyin akkumulyator orqali ham ishlatsanglar bo'ladi. Qisqichlarni qo'yib qo'yganmiz. Qizili plus, qorasi minus. Mashinaning akkumulyatori bo'lishligi kerak. Boshqa skuter yoki boshqa narsalarni akkumulyatorni ulab yurmanglar, kuyib qolsa javob berilmaydi. Oldindan aytib qo'yapmiz. Mashinaning akkumulyatori qizili plus, qorasi minus. 220 razvedka qilgan holda turibdi. Birinchida turgan issiqlik kontrolleri bir xil ushlab turadi issiqlikda, ikkinchisidagi namlik, uchinchisida vyuklyator, tuxumni aylantirish vyuklyatori. Bu inkubatorlarimizda kitobchalari bor. To'liq ishlatish haqida yozib chiqqanmiz, qanday ishlatiladi. O'z 100% inkubatorimiz avtomat bo'ladi. Tuxum teri suv quyib qo'ysanglar bo'ldi, suv idishiga. Qisqacha ishlatish haqida video qilamiz. Inkubatorni olganinglardan keyin razvedka suqishdan oldin birinchi tuxum teramiz. Tuxum terishda ko'pchilik qiynaladi. Hozir oson yo'lini aytib o'tib ketaman. Inkubatorni ochamiz. Ochgandan keyin 2 etajli bo'lsa, ikkinchi etajini olib turib tersanglar bo'laveradi. Ilmali bo'ladi. Endi ikkinchi etaj chiqadi. Chap tomonda 2 ta, o'ng tomonda bitta ilma bo'ladi. Shuni bunday torsanglar chiqadi. Buni tashqarida tuxum tersanglar bo'laveradi. Keyin joyiga qo'yib berasizlar. Pastdagi latogini olib yurishinglar shart emas. Buni endi ko'tarsanglar, mana shunday holatda devorga qadab turib tikka qilib qo'ysanglar, yonbosh 45 gradusga qo'ysanglar, tuxum terish qulay bo'ladi. Buni tashqariga olib tuxum terib yurish shart emas. Tashqarida juda qiynalasizlar. Mana tikka holga kelgandan keyin 45 gradusga kelgandan keyin mana shu bir qatordan terib turib, keyingi qator terib, keyingi qator nechta tuxum bo'lsa, to'liq terasizlarmi yoki ozroq bo'lsa, mana bu po'kagini siljitib, qadab qo'yib tera olasizlar. Bu siljiydi po'kagi. Mana bu oshiqcha po'kagi tuxum qimillagandan keyin tuxumni orasiga qistirib qo'yasizlar. Tuxumni eng oson terish yo'li mana shu devorga qadab turib, 45 gradus qilib turib, keyin tuxum terasizlar. Tuxum terishdan oldin suv quyib olmanglar. Suv to'kilib ketadi. Suvini oxirida quyamiz. Inkubatorda ham razvedkaga suqmasdan birinchi bo'lib o'chik holatda tuxum terib, keyin to'g'rilaymiz inkubatorda. Tuxum tergandan keyin agar 2 etaj bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchi etajini ham devorga 45 gradusga qo'yib turib, aytganimdek pastdan boshlab terib chiqarasizlar. Keyin mana o'ng tomoni ilmag'ini solasizlar. Bir tomon tushdi. Mana bu yoqdan ham ikkita ilmag'ini solib qo'ysanglar bo'ldi. Buni chiqarib yurmanglar pastagisini. Tepasiga oson chiqarib bemalol tersanglar bo'laveradi. Keyin tuxum terib olgandan keyin mana ikkita simi bo'ladi inkubatorda. Ikkita simini tuxum ustiga tashlab qo'yasizlar. Bu issiqlik bilan namlikni o'lchaydigan simi bo'ladi bu. Keyin mana sepi ham mana charx kelingan holatda turibdi. Ko'rinishini ko'rishinglar mumkin. Keyin tekizagi inkubatorda joylashtirgandan keyin razvedkaga suqamiz. Razvedkaga suqqandan keyin xohlasanglar mana chap tomonda suv idishi bor. Chaynak orqali suv idishiga suv quyasizlar, toshirmasdan, tashqariga toshib ketmasligi kerak. Suv quyayotganda qarab turinglar. Iliqroq suv quyamiz suv idishiga. Bu pastda suv idishi bor.
Suv idish mana inkubator bo'lsa, ikki yonboshdan o'rtada turadi. Ikki yonboshdan o'rtada. Suv idishni devoriga qadab qo'yasizlar, ikki yonboshdan o'rtada turadi. Ishlankadan suv tushishligi uchun. 19 kungacha suvni toshirmasdan, ozroq yarimdan oshiqroq quyasizlar. 19-kuni to'ldirib quysanglar namligi ko'tariladi. Namligini ligirovka qilishlik uchun pastda mana dimoxodi bor. Shuni ochsanglar namligi tushadi. Agar yopsanglar ko'tariladi. Yana bitta narsa, tokda razvedkaga surilgan holatda akkumulyatorlar bo'lsa, akkumulyatorga ham ulab qo'ysanglar bo'laveradi. 220 voltda ham turaveradi, akkumulyatorda ham turaveradi. Agar so't o'chgandan keyin buni o'zi avtomaticheski akkumulyatorda ishlaveradi. Ular birorta odam ulab qo'yish shart emas, avtomat ishlaveradi. Tuxum terasizlar, suvni quyasizlar, razvedkaga suqib, qopqog'ini yopsanglar, bo'ldi. Qolgan joyi avtomat ishlaveradi. Buni har kuni qarab yurishinglar shart emas. 3-4 kunda bir faqat suv quyib qo'ysanglar bo'ldi. 3-4 kunda suv tugaydi. 100% avtomat suv quyasizlar bo'ldi. Mana bu narsasiga tegmaysizlar. Buni 37-38 ga tayyor qilib qo'yganmiz. Tepadagi gradusi mana shu pastaga borib to'xtaydi. Bir xil ushlab turadi ikkosini. Bu namligi ham uncha muhim emas. Suvni aytganimdek 19 kungacha yarimdan oshiqroq qo'yasizlar. 19-kun to'ldirib qo'ysanglar bo'ldi. Mana bu vyuklючатeli e'tibor berasizlar. 19 kun mana chiziqcha tomoniga bosib qo'yasizlar. Chiziqcha tomoni bosilgan turibdi. 19-kuni 0 ga bosib qo'ysanglar, aylanish to'xtaydi. 19-kuni kelgandan keyin setkasi yonbosh holatda turgan bo'lsa, mana bunda yonbosh holatda turgan bo'lsa, mana buni burasanglar, mana qo'lda burasanglar buraladi. Setkasini qo'lda burab, tekis qilib qo'yasizlar. Jo'ja ochganda yonboshlab olmasligi uchun. Keyin qopqog'ini yopib, 2 kun ochmaysizlar jo'ja ochayotganda. Juda oson, faqat suvga qaraysizlar. Bu inkubatorimiz 300 talik, 300 dona bedana tuxum sig'adi. Taxminan 300 ta ozroq ketishi ham mumkin. Buni bedanaga moslab qilib berganmiz. Setkalarini ko'rishingiz mumkin, 2 qavatli qilingan. Boshqa parrandalarni ham 100% ochirsanglar bo'ladi. Tovuq, induk, bedana, o'rdak ochirsanglar bo'ladi. Bunga 300 dona bedana tuxum sig'adi. Pastagisiga 200 dona bedana tuxum sig'adi. Ikkalasi ham avtomat. Faqat ko'rinishida bu 2 etajli, bu 1 etajli. Bu 300 ta bedana tuxum sig'adigan inkubatorimizni 850 ming so'mga qilib berdik. Buni pastagisini 750 ming so'mga qilib berdik. Hisobchalarni qo'shib beriladi. Tushunmaganlar bo'lsa, qisqa lo'nda yozilgan. Videoda nomerlarimiz yozib qo'yamiz. Zakaz berishingiz mumkin. Aytganimdek, eng arzon narxlarda dastavka xizmati kelishamiz. Pulli dastavkasi. Bir kunda 10 tacha inkubator chiqadi. Tayyorlayapmiz. Yana kimga kerak bo'lsa, pastda videoda pastda nomerlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. Garantiyasi ham bor albatta. 6 oyga garantiya beramiz. Mana shu inkubator. Zamin inkubatoridan ishlatganlar bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozinglar, qancha ishlatdinglar, shu haqida obunachilarimizga aytib o'tib ketinglar. Kanalimizda yangilar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yangi videolar, aksiyalar bo'lganda bexabar qolib ketmaysizlar. Kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar.